Hurmatli haydovchilar, 2025-yil 26-yil qish mavsumi yaqinlashar ekan, Transport nazorat inspeksiyasi nomidan sizlarni mas'uliyatli davrga puxta tayyorgarlik ko'rishga chaqiramiz. Qish fasli nafaqat sovuq va noqulay ob-havolar, balki yo'llarda xavflarning kuchayishi, texnik nosozlik oshishi va yo'lovchilar xavfsizligiga bo'lgan talablarni yanada oshirishni anglatadi. Asosiy maqsadimiz yurtimiz yo'llarida yo'lovchilar hayoti va sog'ligini, xavfsizligini eng yuqori darajada ta'minlash. Bu vazifa nafaqat inspeksiya xodimlari, balki har bir haydovchining kundalik mas'uliyatidir. Sizlardan quyidagi yo'nalishlarda tayyorgarlik kuchaytirishingizni so'raymiz. Transport vositalarining texnik ko'rigi o'z vaqtida o'tkazing. Tormoz tizimi, isitish moslamalari, ABS, g'ildiraklar va akkumulyator qish mavsumiga tayyorgarligini alohida tekshirish zarur. Qish mavsumiga mo'ljallangan shinalardan foydalaning. Yozgi shinalar qishki yo'llarda xavfli bir necha barobar oshiradi. Yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qiling. Tezlikni oshirmasdan masofani saqlang. Yo'l sharoitini to'g'ri baholang. Bu nafaqat majburiyat, balki o'z hayotingizni asrashdir. Hurmatli haydovchilar, biz sizlarga ishonamiz. Sizning har biringiz minglab insonlarning hayoti, ularning oilasi, kundalik rejasi va salomatligi uchun javobgarsiz. Shu boisdan bugundan boshlab qish mavsumiga jiddiy mas'uliyat bilan yondashing.